Uyda onasining yo'qligini fursat bilib, 14 yoshli qizni o'z qo'shnisi zo'rlagani aytilmoqda. bo'lgan, qizim qo'rqqan, baqirgan, lekin ro'paramiz yo'q, qo'shnimiz yoshi katta bo'lganligi sababli, qari bo'lganligi sababli eshitmagan. Ona janozaga ketadi va qiz maktabdan kelganini ko'rgan qo'shni qizning orqasidan yashirinib kirib va uni zo'rlaganligi iddia qilinmoqda. 14 yoshli qizga qilingan zo'ravonlik haqida murojaat tushdi. Qo'shnidan kalt olib chiqib ketayotganini ko'rib, biz uyda yolg'iz degan maqsadda orqasidan kirgan. Pichoq bo'lgan, qizim qo'rqqan. Bunday hayvon insonlar, pedofillar va ayol va qizlarni zo'rlik bilan nomusiga tegib tegajonlik qilayotgan ifloslar nihoyatda ko'payib ketmayaptimi? Geldi, tan oldi. Çünkü o'z xohishi bilan kirgan deb turib, menga cho'sqa ishtirok bo'lib qo'ydi. Uni uyiga o'z xohishi bilan. Lekin bu hamma yoqqa ommaga tarqataman deb tahdid qilganligi uchun men kirdim. Desam, inobatga olmasdan menga ishtirok bo'lib qo'ydi uchastkovoy. Zam prokuror oradan 3-4 oy o'tib ketibdi, analiz olinmaydi bundan. Buni qo'yib yubor dedi, u bola bilan uchrashsin dedi. Yana bir bor shu ish bo'lsa dedi, keyin sirazi olib kelsang ekspertizaga jo'natamiz dedi. Qizingizni qo'yib berishingiz kerak ekan. Men qizimni yana qo'yib, men aytdim. Endi bitta narsani isbotlayman deb yana qizingizni qo'shib bermaysiz. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring. Malol kelmasa bunday hayvonlarga umrbod qamoq jazosi yoki o'lim jazosi tayinlanishini iltimos qilar edik va ushbu videomiz ko'plab va tegishli joylarga ham yetib borishligi uchun bir dona like bosib qo'ying. Like'ni sonini ko'rgan jabrlanuvchilar xursand bo'lib qolsin. Biz esa boshladik. Xabaringiz bor, Andijonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'rinda bo'lsa, Namangan esa darvozalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Albatta, uyingizning eng ko'rikligi bu kirish, ya'ni darvoza chiroyli bo'lsa, bu yog'i ham cho'tki bo'ladi. Namangan darvozalarini bilgan biladi, bilmagan esa endi bilib oladi. Albatta ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumotni esa o'sha yerdan oling. Namangan darvozalari eng ishonchli va sifatli hamyonbop darvozalardir. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Hayot TV kanalidasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Elparvar ommaviy axborot vositasiga kelib tushgan murojaatga ko'ra, Zangiotada ham onalik, ham otalik qilayotgan bir onaning o'spirin qizi, ya'ni 14 yoshli qizi qo'shnisi tomonidan zo'rlanganini aytib o'tmoqda. Ushbu ona ko'zlarida jiqqa yosh bilan murojaat qildi. Kelinglar, ko'p gapirmasdan sizlarga videoni taqdim qilsam. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Zangiota tumanida 14 yoshli qizga qilingan zo'ravonlik haqida murojaat tushdi. Murojaatchimiz oldida o'tiribmiz. Onalar bo'lasiz. Bizga tushuntirib bering, qachon bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlarga murojaat qildingiz? Bir boshdan faqat yolg'on aralashtirmasdan, tuhmat bo'lmasdan bir boshdan tushuntirib berasiz bor narsani. Qizim 7-sinfligida noyabr oylari, noyabr oy 7dan 8ga o'tar yil noyabr oylari biz janozaga ketgan bo'lganmiz. Janozaga ketganimizdan keyin qo'shniga kalt tashab ketgan bo'lganmiz. Bu qizim oldin 126-maktabda o'qirdi. 126-maktabda o'qirdi. Shundan keyin kalt qo'shnidan olib bitta bola yaxshi ko'rib qolib orqasidan yurgan bo'lgan. U bola Zangiota tumanida, meni qizim algoritmda o'qigan bo'lgan. Qo'shni bo'lganligi uchun ko'rib, yaxshi ko'rib qolib orqasidan yurgan bo'lgan. Qizim inobatga olmay yurgan bo'lgan. Qo'shnidan kalt olib chiqib ketayotganini ko'rib, biz uyda yolg'iz degan maqsadda orqasidan kirgan. Orqasidan kirib, tegajonlik qilgan, qo'lida pichoq bo'lgan. Qizim qo'rqqan, baqirgan, lekin ro'paramiz yo'q, qo'shnimiz yoshi katta bo'lganligi sababli, qari bo'lganligi sababli eshitmagan. Shu bilan uyga kirgan, tegajonlik qilgan. Tegajonlik qilgandan keyin oradan ozgina vaqt o'tib, fevral oylari, endi men o'zim yolg'iz bo'lib bolalarim boqayotganligi sababli qizim bilan... Siz o'sha payt bildingizmi, xabar topdingizmi? Yo'q, o'sha payt topmadim. Uje noyabrdan keyingi yil fevralga o'tdi. Fevralga o'tganda uje 4 oy davomida stressda yurdi, boshqa qildi, qorong'i xonaga kirib oldi.
bizni tushunmadik nima bo'layotganini. O'zi ham aytgisi kelmadi, qo'rqdi. Qo'rqqanda shu payt. Keyin men o'zim ishlab bola chaqamni boqib yurganligim sababli asosan onam bilan ko'proq gaplashadi, qizim sirlashadi. Keyin yotiqchasiga tushuntirib, buvi mana shunaqa narsa bo'lyapti deganda, mani ketimdan yuribdi degan. Bu ish bo'ldi demagan, lekin qizim bu ish bo'lganligi to'g'risida aytmaganda, mana shunaqa bo'lyapti, men bola orqamdan yuribdi, mana shunaqa qilyapti deganda men chiqdim. U bolani onasi ham meni uyimga chiqdi. Men uni ham uyiga chiqdim. Hali yoshsanlar, go'daysanlar. Sal katta bo'l, ota-onangga qarashadigan bola bo'l, onang qiynalib yolg'iz boqyapti seni. Qo'y deb men u bolaga ozgina tushunish berib o'tdim, lekin bu narsalar bo'lgan voqealarni bilmayman. Qizim ham aytmagan, u bola ham aytmagan. Men qizingizni olaman dedi. Bo'ldi, ozgina voyaga yetib ol, hozir o'tkinchi havasdasanlar dedim. Mekiga Qachon xabar topdingiz? yanvar oylari. Hali fevral oyida уже qizim keyin hammasini daskalarni aytib berdi-da bu narsani. Men yanvar oylarida chiqib shu to'g'risida gaplashdim, onasi bilan gaplashdim. Onasi iltimos sal qattiqroq gapiring, qiz sizniki, o'g'limga qattiqroq gapiring deb aytdi. Keyin men o'g'liga to'g'ri sal qattiqroq gapirdim, o'g'liga sal o'zing tiyib olgin, yosh bolasan deb. Keyin shuni orasida fevral maktabidan bu yoq maktabga, Zangiota tumani maktabiga o'tkazdim. Chunki sababi o'g'limni olib kelishga propiskam bo'yicha, prezidentimizning qarorlari bo'yicha propiska bo'yicha maktabga chiqqan edi, Chilonzor tumaniga. Olib kelishga qiynalganligim sababli shu yashayotgan joyimga Zangiotaga o'tkazdim. Birinchi chorakdan keyin. Shundan keyin qizimni ham o'tkazganman o'sha oylari. O'tkazganimdan keyin u bir-biriga yaqin bo'lib qolgan, bitta maktabda bo'lib qolganda bular. Dalish ketidan yurgan, boshqa qilgan. Keyin shuni orasida hamma narsani sirri ochaman degan u bola meni uyimga kirasan degan. Meni uyimga kirasan, bo'lmasam hammaga e'lon qilib yuboraman bo'lgan ishlarni degan. Qizim o'zi stressda yurgan paytlar nima qilayotganini bilmagan. Uni uyiga kirgan, lekin unaqa voqea bo'lmagan. U o'sha voqea bizani uyimizga bostirib kirganda bo'lganda. Keyin uni singlisi bizani uyga kirgan, uni uyga kirganini ko'rib qolib, bizani uyga chiqqan, Nasiba bizani uyda o'tiribdi deb, men ishdan kelib uni uyiga borsam, qizim o'sha chiqib ketib bo'lgan ekan. Qizim chiqib ketgan, men maktabga qidirib bordim, boshqa qildim, kelgunimcha uyga kelib bo'pti. Keyin qizim bilan ozgina tortishib qoldik. Tortishganimizdan keyin hamma bo'lgan voqealarni onamga aytib bergan. Mana shunaqa noyabr oyi, mana shunaqa bo'ldi, menga mana shunaqa anaqa qildi, tegajog'lik qildi, men o'shanga qo'rqyapman. Ertaga men nima bo'ladi endi hayotim deb qizim 2 marotaba shu yil o'sha stressga tushgan paytlar 2 marotaba dori ichib qo'ydi. Uyiga kirganda nima voqea bo'libdi? Buni tegmagin desa ham tegajog'lik qilganda, tegajog'lik qilib bu nimadan qo'rqib ketgan? Qon chiqqandan qo'rqib ketgan. Qon chiqqandan qo'rqib ketganda qo'lida pichoq bo'lganligi uchun ichingga tiqib olaman deb tahdid bilan harakat qilgan. Qo'lida pichoq bo'lganligi uchun tahdid bilan meniki bo'lasan deb tahdid bilan harakat qilgani uchun 1-2 baqirgan, uni qo'shnilar eshitmagan. Qo'shnilar eshitmagan. Hamma voqeani aytib bergandan keyin onam menga shunaqa faqat og'ir bosuvlik bilan hal qilgin bolam. Ana qilmagin, qizingni ham o'zi stressda deb aytganlari uchun men onasining oldiga chiqdim. Mana shu voqea bo'pti. Nima qilamiz? Hali bular go'day, voyaga yetmagan, hali pasport ham olmagan bular. Nima qilamiz? Desam, qayerga borsang bor, nima qilsang qil dedi. Keyin shu bilan men maktab direktorining oldiga chiqdim. Menga shu bolani topib beringlar. Men bo'lmasam qonuniy chora ko'rsataman. Meni qizimning hayoti, men chunki hali 100% amin bo'lmagandim bu narsaga. Keyin direktor oldiga chiqqandan keyin u bolani chaqirtirishdi. U direktorlar oldida ham shu ish qilganini tan oldi. Uchastkoylar kelishdi. Uchastkoy xodimimiz chaqirtirilganim uchun qizimni olib kirganligi uchun o'z xohishi bilan kirgan deb turib, menga uchastkoy shtraf qo'yib qo'ydi. Uni uyiga o'z xohishi bilan. Lekin bu hamma yoqqa ommaga tarqataman deb tahdid qilganligi uchun men kirdim. Desa ham inobatga olmasdan menga shtraf qo'yib qo'ydi uchastkoy.
voyaga yetmagan qizingni san anaqa qilmagansan deb turib qizim Nazorat qilmagansan deb. nazorat qilmagansan deb shtraf qo'ydi. Mayli dedim, to'ladim shtrafni. Keyin men prokuraturaga chiqib ariza yozdim. Zam prokurorga chiqdim. Mana shunaqa bo'lgan voqea, qonun doirasida chora ko'rib beringlar. U bolaga nisbatan meni qizim voyaga yetib qoldi. Ertaga turmushga berishim kerak men qizimni deb aytsam, birinchi marta chiqqanimda ariza qabul qilib oldi, ikkinchisida oradan bir hafta o'tib yana chiqdim. Chiqqanimda menga zam prokuror oradan 3-4 oy o'tib ketibdi, analiz olinmaydi bundan. U bolaga ayb qo'ya olmaysiz dedi. Meni qizim es-hushi joyida, psixoneurologik uchun turmaydi. Hech qanaqa kasalligi Isbotingiz yo'q deyishyaptimi? isbotingiz yo'q dedi. Keyin menga zam prokuror aytdiki, qizingni qo'yib yubor dedi, u bola bilan uchrashsin dedi. Yana bir bor shu ish bo'lsa dedi, keyin sirazi olib kelsang ekspertizaga jo'natamiz dedi. Qizingizni qo'yib berishingiz kerak ekan. Men qizimni yana qo'yib, men zam prokurorga aytdim. Chunki hozir to'g'ri, meni faktiski o'sha gapirgan gapi uchun zapisim yo'q. Undan keyingi zapislarim bor, zam prokuror bilan gaplashganlarim. Chunki telefon bekitib olib kirishga majbur bo'ldim o'sha yoqqa. Keyin men aytdimki, hozir men aniq bilmayman, bu hali gode. Siz bilan men tushunamiz bu narsani. Siz uylangansiz, men turmush qilganman, bu narsani uchun bu gode, hali qanaqa voqea bo'lganini men aniq bilmayman. Endi hammamizda anaqamiz ikkita, balkim boshqa joy bo'lgandir. Men aniqlik kiritib, ekspertizaga bering deb 15 kuncha prokuror orqasidan yugurib yurdim. Keyin oxir telefon bilan kirishga majbur bo'ldim. Zapislari bor u bo'yicha ham. Men senga yaxshilik qilish uchun aytgandim deb tipa o'shanga yaqin qilib tan olgandek bo'lgan. Zapisda bor bu narsa. Tipa men senga yaxshilik qilish uchun aytdim. Sababi 4 oy o'tib ketgan, bundan javob olib bo'lmaydi dedi. Unga tuhmat qila olmaysanlar dedi. Endi bitta narsani isbotlayman deb yana qizingizni qo'shib bermaysiz-ku. Keyin shu bilan Rovdiga chiqdi. Sardor ismli tergovchida yurdi. Sardor degan tergovchimizni jo'natdi Zangiota tumaniga. Banisani oldida ekspertiza bor ekan, o'sha yoqqa jo'natdi. Erta ginekologi bo'lmaganligi sababli Darxonga jo'natdi. Erta ham ekspertdan o'tdi. Prosta ham ekspertiza ham ginekolog ekspertiza bo'lishi kerak ekan. Ginekolog ekspertiza bo'lmaganligi uchun Darxonga jo'natdi. Men u Zangiota ekspertizasiga borganimda, qizimni tekshirtirishga olib kirib ketayotganimda, voyaga yetmaganligi uchun o'zim yonida turishim kerak ekan. Yonida turganligimda telefon bo'lib qoldi. Ekspert qiladigan inson ha dedi, zam prokuror telefon qilyapti dedi. Keyin shu bilan zam prokuror telefon qilyapti dedi. Shularning ishi bo'yicha dedi. Chunki men zapis olganimni qorovulga ogohlantirib ketdim. Men boradigan joyim boraman. Zam prokuror ham men uchun javob beradi shu narsa uchun. Nima uchun hali voyaga yetmagan qizni yana bir bor o'sha anaqaga majbur qilayotgani uchun javobini beradi. Men telefon olib kirib ketganman, mana zapislarni yozib oldim-da, men qorovulxonada ogohlantirib chiqib ketganman qorovullar. Keyin ekspertizaga borganimizda zam prokuror telefon qilyapti, shularning ishi bo'yicha degani uchun men ishonchim so'ndi-da ekspertizaga nisbatan. Ekspertizani o'tdik, Darxonga bordik, Darxondan ham o'tib keldik. Keyin tergovchiga aytdim, bizani ishni ko'rasanmi desam, bizga o'sha voqea bo'lgan joydan ko'rpalarni bering degan. Qizim pastellarni yuvib qo'ygan bo'lgan, lekin ko'rpada qon dog'lari bo'lgan. Qon dog'lari bo'lgan. U bolani qon gruppasini tekshirtirsa, qizimniki bilan bir xil chiqqan qon gruppasi. Qon gruppasi bir xil chiqqan. Endi o'sha erkakdan keladigan narsa yo'qligi uchun unga tuhmat qila olmaysiz deyapti. Men tuhmat qilayotganim yo'q. Tekshirib beriladi. Ikkalasining qon gruppasi bir xil bo'lgan. Bolaniki ham, qizniki ham. Xo'p, shu narsa bir xil bo'lgani bilan boshqa qon chiqqani yo'q-ku, tuhmatga kiradigan bo'lsa dedim. Misol uchun boshqa erkak kishidan dedim qon kelmaydi dedim. Ayol kishidan keladi dedim. Deb shu bilan shu maqsadda gapirsam, tergovchi sudrab kelyapti. Shu paytgacha shuni orasida anaqalardan, psixologlardan o'tdik. Shtobi jinni emasligi to'g'risida psixologlardan o'tganmiz. Olib borib o'tkazilgan. O'sha bo'yicha lekiga haligacha menga aniq javob yo'q. Endi tanish orqali qizimni menga tergovchi qanaqa holat, qanaqa nima, qizimni holati qay darajalarligini aytmaganligi uchun через tanishim orqali men anaqalar ekspertlar bilan gaplashganimda ichki qini butun
tashqi tarafiga ziyon yetgan deb ikki tomon ham bergan. Lekin hozirgi kunda men yozganman, men Zangati ekspertizasidan noroziman, shaharga beringlar deb yozganman. Chunki men yonimda zam prokuror telefon qilganligi uchun, shularni ishi bo'yicha degani uchun men o'zim uchun erinmasman, men ularni javobidan qoniqmaganman. Haligacha u bolaga nisbatan hech qanaqa chora ko'rilmadi. Chora ko'rilmagan sababi tog'asimi, kim amakisimi oldin organ xodimi bo'lib ishlaganmi yo hozir ham ishlaydimi bilmayman, lekin organ xodimi bo'lgan ekan. Hozir qayerda ular? Ular hozir ko'chib ketgan. Ular ijarada turgan bo'lgan bu yerda. Bu yerda ijarada. Qayerligini bilmaysiz? Yo'q, men bilmayman. Telefoni ham yo'q. Yo'q, menda yo'q. Tergovchi bilan qachon gaplashdingiz oxirida? Tergovchi bilan o'tgan oy psixologdan o'tib keldik. O'tgan oy uje men Instagramlarga chiqarganligim sababli, boshqa qilganligim sababli ular meni chaqirib, qizimni psixologdan o'tkazib keldik. Lekin shaharda o'tish uchun, shahar ekspertizasidan o'tish uchun ikki tomonni ekspertizasi kerak ekan. Viloyatlar aro. Viloyatnikidan o'tganmiz, viloyatlar aronikidan o'tish uchun ham Darxonga borish kerak ekan. Lekin Darxon ham bosh tortyapti, sababi viloyatnikida ginekolog bo'lmaganligi uchun Darxondan o'tganmiz-ku. Darxondan alohida bermaymiz, chunki mana berdik deyapti. Lekin baribir shunday ham majburan o'tdim. Haligacha Darxonni javob xatini olmasdan cho'zib kelishayotgan. Aytsa Darxon uzoq bora olmaymiz, borib olib keling. Lekin bir necha bor bordim Darxonga javob xatini olishga, tergovchini o'ziga beramiz deyapti Darxon ham. Siz borsiz bermas ekan. Yo'q, bermas ekan. Uning uchun xat qilib berish kerak ekan, shu insonga bering deb. Bular shunaqa xat ham bermayapti, borib o'zi ham olib kelmayapti. Men bir necha bor Darxondan javob xat olish uchun borganman. Ijtimoiy tarmoqqa chiqishingizdan maqsad hozir? Maqsad shu narsaga chora ko'rilishi. Shu choraga chora ko'rilishi, qizimning nomini oqlab turib, endi baribir qanaqadir miqdorda inson, mana maktab direktorlari biladi, zam direktorlar biladi bu holat bo'yicha. Qizimning sinfdoshlari biladi. Hozirda orada homilador deb ham gap chiqarib yorishdi maktab o'zida. Homilador deb ham gap chiqarib yorishdi. O'shaning uchun meni qizimning nomini oqlab, qonuniy chora ko'rilib, u bolaga nisbatan chora ko'rilishini so'rayman. Shu qizimning holati bo'yicha yuqori turuvchi organlar meni qizimning nomini oqlashda yordam berishinglarni, hozirgi kunda ko'pchilik bilganligi sababli qizimni homilador deb tarqatib yorishgan, qizimning nomini oqlashda yordam berishinglarni qonun ustuvor deb bilaman. Qonun ustuvorligi bo'yicha menga yordam berishinglarni, hozirgi turayotgan joyimda organ xodimlari hech qanday yordam berayotgani yo'q. 2 yil davomida shu masala bo'yicha aniq javob olib qizimni oqlay olmayapman. Shunga menga amaliy yordam berishinglarni so'rayman. Videoda boshida aytganimdek, bunday ifloslarga o'lim jazosini yoki umrbod qamoq jazosini tiklash kerak. Biz shu fursatdan foydalanib Oliy Majlis qo'mitasiga hamda deputatlarimizdan shuni iltimos qilardikki, bunday pedofillar ayollarimizni, qizlarimizni, farzandlarimizni zo'rlik bilan xorlab, zorlab o'ldirib kelayotgan ifloslarga o'lim jazosini yoki umrbod qamoq jazosini joriy qilishlaringizni so'rab qolamiz. Aziz vatandoshlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga davr sog' bo'ling, omon bo'ling.